الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa hamd va sanolar etamiz. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar aytamiz. Uzoq yaqindan Allohning baytiga Alloh farz etgan juma namozini ado etaman deb ixlos va muhabbat poyi tahorat bilan bosib kelgan har bir qadamlarimizga Alloh ajr va savoblar bitgan bo'lsin. Alloh taolo bilib bilmay qilgan katta kichik xatolarimiz, gunohlarimizni Allohim G'afur Rahim sifati ila mag'firat aylagan bo'lsin. Bugun bu masjid Xo'ja Muizziddin rahmatullohi alayh, Xo'ja Abdu Darun nomi bilan mashhur bo'lgan masjidda uzoq yaqindan Mavludi Sharif payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tug'ilgan oylari munosabati bilan jumadan oldin bir u zotga salovat aytish niyatida yig'ilgan ekanmiz. Alloh salovatlarimizni xayrli, barakotli qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam, man salla alayya wahidatan sallallohu alayhi ashron degan hadislariga muvofiq kim agar menga bir marta salovat aytsa, Alloh azza va jalla unga 10 marta salovat aytadi deydi. Alloh taoloning salovat aytishi Alloh taoloni o'z huzuridan bizni ustimizga o'z rahmati va mag'firati nozil bo'lishi. Farishtalarning salovati esa o'sha bandani Alloh azza va jalladan mag'firat so'rashi va istig'for so'rashi. Va bizni salovatlarimiz esa hammasi duo hisoblanadi. Chunki pastdan yuqoriga duo deyiladi, tepadan pastga amr deyiladi. Agar barobarlikda esa iltimos deyiladi mantiqda. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam butun bashariyatga rahmatdirlar. 571 milodiy sanaga, ya'ni fil voqeasidan 1 yil o'tgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha vaqtdagi 22 aprelga muvofiq keladigan va Robiul Avvalning 9-kuni va dushanba kuni saharda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dunyoga kelganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga dunyoga kelishlari mo'jizalari ko'p takror aytamiz. Nimaga deganda, chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam butun umum bashariyatga rahmat va mag'firatdirlar. Qiyomat kunida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, faxr emasku, butun avvalgi va oxirgi barcha ummatlar mening oyog'imni ostida to'planajak deydilar. Chunki butun bashariyat qiyomat kunida mahshargohda to'plangan vaqtlarida Odam alayhisalomning huzurlariga borib, ey Odam, bizni Alloh azza va jall bilan o'rtamizda shafoatchi bo'l deganda Odam alayhisalom bir xatolarni aytib, ya'ni men bir xato qilganman, o'sha xatolik bilan men avoraman. Men qanday qilib o'zimni gunohim bo'lib turib, mening xatoyim bo'lib turib, qaysi yuz bilan Alloh azza va jall sizlar bilan Alloh azza va jall o'rtasida men vositachilik qilaman, mendan boshqasiga boringlar deganlar. Yoki Musa alayhisalom ham o'z xatolarini aytib, men ham Alloh azza va jalladan jamolini so'raganim uchun Alloh azza va jall meni iqobga tutgan va meni tanbih bergan deb o'z xatolarini aytganlarda oxir oqibat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, meni huzurimga keladilar. Va men esa arshning ostiga, arshning tagiga borib sajdaga yiqilaman. Sajdaga yiqilishim bilan faqat Alloh azza va jallani ulug'lab poklayman. Ana shunda Alloh azza va jall aytadiki, boshingni ko'tar ey Muhammad, sal tu'ta. Sen Alloh azza va jalladan nimani so'rasang, o'sha narsa beriladi deb aytadi. Ana shunda men boshimni ko'tarib shafaat so'rayman deydilar. Chunki shafaat
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va u kishining ummatlariga beriladi. Shafoatning darajalari ko'p. Shafoat birinchi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatlariga olib beradilar. Chunki mendan oldingi payg'ambarlarga berilmagan shafoat menga berilgan. 5 narsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga berilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldingi payg'ambarlarga berilmagan narsalardan bittasi bu shafoatdir. Shafoat insonlar gunohkor bo'lib turib, ana o'sha gunohkorlarini poklab jannatga kirgizishlik shafoati va ahli jannatiylarning jannatga kirganlaridan keyingi ularning maqomlarini yana yuksaltirish maqsadidagi shafoatlari va bir do'st Alloh azza va jall yo'lida do'stlik qilib qiyomatlik do'st bo'lganlarning bir-birlariga bo'lgan shafoatlari yoki bir qori ota-onasi va ustozi va o'zlariga yaxshi ko'rgan kishilarning o'rtasidagi shafoat. Mana shunaqa shafoatlar ko'p bo'ladi. Shafoatning eng buyuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlari. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar. Bir necha voqealar sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelishlaridan oldin sehrgarlar, jodugarlar Alloh azza va jalla va butun lavhul mahfuzga yozib qo'ygan o'sha taqdirdagi narsalarni o'g'irlab kelib, ana o'sha sehrgar yoki jodugarlarga aytib beradigan jinlar bor edi. Va u sehrgarlar jinlarni rozi qilish maqsadida har qon chiqarib, har narsalar qilib ularni rozi qilib turardi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelgan kunlardan boshlab, sahardan boshlab ularga ana shu yulduzlardan bir uchqun ajralib ularni o'ldiradigan darajaga keldi. Ular mashriq va mag'ribni aylandilar. Lekin oxiri iqror bo'ldilarki, bu ummatga bir payg'ambar, oxir zamon payg'ambari kelibdi. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelishlaridan oldin ham Tavrot va Injil va Zaburda hammasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqiqiy payg'ambar, faqat nomlari Ahmad yoki Mahmud yoki Muhammad ismli nom bilan kelgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelganlarida Hazrati Abdul Muttolib, demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bobolari, Abdul Muttolib bobolarining faqat tushlarida Muhammad, Mahmud, Ahmad degan nom yangrab turar edi. U kishi uyg'onganlaridan keyin Muhammad deb nom qo'yganlarida butun o'sha davrdagi atrofidagi tanishlari hayron qoldilar-ki, nima uchun Muhammad, bu g'arib ism? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan oldin faqat 16 ta Muhammad ismli kishi bor edi. Boshqa yo'q edi. Arablar ichida juda ham kam edi. Ana shunda ular hayron qolib Abdul Muttolibdan so'radilar-ki, siz kim o'rgatdi bu ismni deganda, bilmayman, shu xayolimga faqat shu ism keldi deb aytgan. Chunki Alloh azza va jall Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tug'ilishlaridan oldin, tug'ilganlardan keyin ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo o'zi tarbiya qildi. O'zi tarbiya qildi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnat qilingan, xatna qilingan holatda dunyoga keldilar. Xatna qilingan holatda dunyoga keldilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hatto o'sha bu har xil munkar yoki fahsh narsalarni xayollariga ham keltirmaganlar. Lekin munkar narsalardan ayrimlarni qilaman deb bolalik qilib qilmoqchi bo'lganlarda ham Alloh azza va jalla u kishini uxlatib qo'ygan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, bir kun men Makka ahlidagi qo'ylarni boqar edim. Ya'ni odamlarning qo'ylarini adirlarda, tog'larda boqar edim. Bir kun men Makkada, ya'ni o'sha Qurayshliklarning bittasi uylanayotgan ekan. O'sha jahiliyatdagi har xil narsalar bo'lar edi. O'yin, kulgu bo'lardi, boshqa bo'lardi. Ana o'shalarga guvoh bo'laman deb o'z o'rnimga bir o'rtog'imni qo'yib, men ertalab kelaman, kechqurun o'shalarni bir borib ko'ray deb keldim deydilar. Kelganlarida o'sha devorni tirg'ishidan qaraganlarida Alloh azza va jall u kishiga uyqu berib, uxlab qolib, ertasi kuni quyoshning nurini issiqligidan uyg'onib ketganlar. Alloh taolo uxlatib qo'yib, har tomonlama Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tarbiyaladi. Chunki murabbiy Alloh azza va jall. O'shaning uchun Alloh azza va jall aytadiki, alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbi Allohga hamd bo'lsin.
Lekin Alloh birinchi o'zining zotiy ismini, Alloh kalimasini keltirib, undan keyin murabbiylik sifatini keltiryapti. Nima uchun Alloh taolo alhamdulillahi robbil alamin dedi? Birinchi hamddan keyin Alloh o'zining zotiy ismini keltirdi. Undan keyin sifatini keltirdi. Ya'ni fe'li sifatini keltirdi. Chunki fe'li sifati Alloh azza va jalladan boshqa mahluqotlarga ham berilgan edi. Hatto Yusuf alayhisalom o'z xo'jayinlarini meni Robbim deganlar. Chunki oyat va hadislarda Robb ismli sifat mahluqotlarda ham bor. O'shaning uchun Alloh taolo birinchi o'zini zoti bo'lgan Alloh ismini keltirib, undan keyin butun olamlarning tarbiya kunandasi Alloh azza va jal dedi. Alloh taolo barchamizni, mana Hazrat Zafar akam keldilar. Inshaalloh hozir yana ma'ruzani davom ettiradilar. Undan keyin Mavlud bandlaridan o'qigan bo'lamiz. Mavlud bandlaridan sizlarga aytgan bo'lamiz. Chunki ayrim joylarga borsak, Mavludda hammasini o'qing, siz chala o'qiysiz, go'yoki bir ikki bandni o'qimaysiz degan gaplar bo'ladi. Aslida bu Mavlud, bu o'sha Ja'far al-Barzanji yozgan Mavlud bir dengizdan tomchi faqat. Ikkita, uchta band o'qilishi bilan yoki 10 ta yoki 20 ta band o'qilishi bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning siratlari tugamaydi. Tom suratlar bor, siratlar bor. U siratlar faqat ibrat sifatida shingil o'rganiladi va hayotda tatbiq etiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ham xulqiy, ham xalqiy nimalari, sifatlari o'rganiladi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taqlid qilib umr guzaronlik qilinadi. Alloh taolo barchamizni mana shu zotga munosib ummat bo'lib hayot guzaronlik qilmoqimizni Alloh taqdir va nasib aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu ala rasulillah. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat, salomlar yo'lladik. Alloh taolo barchamizdan rozi bo'lgan bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni siratlaridan mana shu Mavludi sharifda zikr etilgan birinchi mabhasda Alloh azza va jallaga hamd va sano aytib, Alloh azza va jallani tanzihi uchun uni har xil nopok, noqis narsalardan poklash maqsadida aytilgan mabhas. Ikkinchi mabhasda esa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning naslu nasablari eng muhim shajalardan bittasi. Arablarda shunday bir odat borki, arablar shunaqa bir qishloqlar borki, yangi tug'ilgan farzandlar ularning silsilalari yodlatiladi. Ayrim arablardan so'rasangiz, men falon suloladanman deydi. Mening bobom faloncha deydi yoki Umar ibn Xattob meni bobom deydi. Yoki masalan Hasan ibn Alining nasli nasablaridan deydi. Nasl nasablar muhim. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni nasli nasablari tarix kitoblarida 29 pusht tabaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasli nasablari mana shu Mavludi sharifda zikr etilgan. Bu tarixda mujassam. Lekin Adnon bobolarigacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning nasl nasablari yozilgan. Adnon bobolardan u yog'i Ismoil alayhisalom. Arablarning eng kattasi bu Ismoil alayhisalom. Ismoil alayhisalom asli arab bo'lmagan. Ismoil alayhisalom Jurhum qabilasidan uylanganlar. Chunki vaqtdagi Hojar onamiz Ismoil alayhisalomning fazilatlari bilan mana shu Zamzam suvi Makkada otilib chiqqan vaqtlarida Jurhum qabilasi suvni ko'rib, suv bor joyda hayot bor. Suvni ko'rib Jurhum qabilasi Yaman tomonidan kelib, mana shu yerga joylashib, Ismoil alayhisalom mana shu qabiladan uylanadilar. Va mana shu bilan ularning qabilalari arablashib ketadi. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musta'rab arablardan, asli arablardan emas, balki musta'rab arablardan, arablashganlardan. Ismoil alayhisalom arab tilini mana shu Jurhum qabilasidan uylangan ayoldan o'rgandilar. Mana shu bilan arablashib ketdilar. Chunki asli arablar bular Yamanda yashashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bobolari zikr qilinyapti va undan keyingi mabhasda esa
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bobolaridan tortib to Odam alayhisalomgacha birontalari ko'chadan topib olmagan, birontalari ko'cha kuyda turmush qurmagan, hammalari nikoh asosida, e'lon asosida falonchiga uylanyapti degan oila qurgan. O'shaning uchun bu narsalar hammasi nima uchun deganda, nasab, nasl bu muhim. Chunki albatta nikohsiz tug'ilgan farzandlar keyingi avlodga ta'sirini ko'rsatadi. Kimlardir bunga e'tibor bermasligi mumkin. Yo'q, bu e'tibori katta. Bu bekordan bekor Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tarixlari zikr qilinmayapti. Hatto dushmanlar buning otasi kim edi, bobosi kim edi, katta bobosi kim edi degan ma'nodagi ta'na toshlarni otishdan mana shu narsalarni hammasini to'sib qo'yishlik maqsadida Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning butun bobolarni Odam alayhisalomgacha tozaladi. Birontalari zino yo'li bilan turmush qurmagan. Mana shu 3-mabhasda mana shu narsalar kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatlari kelyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va baraza sallallohu alayhi vasallam wadi'a yadayhi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyya. Mana keyingi mabhaslarda kelyaptiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dunyoga kelishlari qiziq holat bo'lgan. Ikki qo'llari yerga, boshlari esa osmonga qaragan holatda dunyoga keldilar deyaptilar. Buning ma'nosi nima deganda, buning ma'nosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki oyoqlari bilan yerda yurib turib, u zotning shon va sharaflari to osmongacha, hatto farishtalar salovat aytib turadi. O'shaning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Sidratul Muntaho osmoniga chiqdilar. Sidratul Muntaho osmoniga Jabroil alayhisalomning chegaralari, u yog'iga men bora olmayman dedilar. Ey Muhammad, meni chegaram mana shu Sidratul Muntaho, u yog'iga o'ta olmayman dedilar. U yog'iga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'zlari bordilar. Hatto borganlarda ham Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning odoblarini Najm surasida marhamat qilib, mazag'al basar va ma tagha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u qasrga kirganlarida ham ko'zlarini bu yoqqa har qayoqqa chalqilab qaramadilar. Mazag'al basar va ma tagha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun men bir nur ko'rdim deganlar. Ana shuning uchun Alloh azza va jallani ko'rganmilar, ko'rmaganmilar degan masalada Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisdagi ixtiloflardan kelib chiqadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning zotini emas, u zotning sifatini ko'rganlar. Chunki Allohning zotini bizni jismimiz unga mos emas. Bizni jismimiz unga mos emas. Alloh taolo 50 mahal namozni farz qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytib kelyotib, Musa alayhisalom aytdilar: "Ey Muhammad, qavming bunga chidamaydi" deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bordilar, keldilar, boldilar. Oxiri 50 mahal namozni savobini 5 mahal namozga Alloh taolo tushirib qo'ydi. Kim agar 5 mahal namozni agar mukammal o'qisa, ana shu 50 mahal namozni savobini beraman dedi. O'shaning uchun oldingi ummatlarga nisbatan oldingi ummatlar uzoq umr yashashgan. 2000, 3000, 4000 yillab umr yashashgan. Lekin ulardagi amal qilingan ibodatlarning savoblari kam bo'lgan. Alloh azza va jall ummati islomga ozgina berilgan amalga juda ham ko'p savob beradigan hadislarni, oyatlarni Alloh taolo biz va sizga tashrif qilib mana shu narsalarni nozil qildi. Bu esa ummati islomga bo'lgan sharaf. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday go'zal bir xalq edilarki, Alloh azza va Mavludi sharifda aytadiki, va kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam akmalan nasi xalqan va xuluqan zatin va sifatin saniyya. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning ichidan ham tashqi ko'rinish, ham ichki dunyolari eng mukammali edilar. Hozirgi kundagi katta dunyo tan olgan katta davlatlar ham dini bo'lmasa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni tan oladi. Eng mukammal zot Muhammad alayhisalom deydi. Buni tan oladi. Chunki iloji yo'q. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qachon havodan gapirmaganlar. Va ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Payg'ambari Xudo sollallohu alayhi vasallam hech qachon havodan gapirmas edilar. U zotga faqat nima vahiy qilinsa, o'sha narsani gapirar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yursalar, xuddiki tepadan pastlikka qarab yurganda yurar edilar. Yerni o'zi u zotning oyoqlarining tagidan o'ralib ketar edi. Sahobalar orqalaridan yugurib qolishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kishi chaqirganda butun vujudlari bilan aylanib qarar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rta bo'y edilar. Juda ham uzun, juda ham kalta emas edilar. O'rta bo'y, marbu'al qama, abyadul lawni musharraban bi humra. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari xuddi to'lin oydek oppoq qizg'ish edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak soqollari zich edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak ko'zlari aylana edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kipriklari shundoq qayrilgan edi va qop-qora edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qoshlari xuddi yangi chiqqan hilol oyday edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni badanlaridan chiqqan ter mushki ambardan ham xushbo'y edi. Abu Mahzura radhiyallohu anhu aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni chaqirib azonni mendan eshitganlarida Hazrati Bilolga aytdilarki, bunga azonni o'rgatgin, buni ovozi chiroyli ekan deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinada muazzin qilib oldilar, yosh bolani. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak qo'llari Abu Mahzura radhiyallohu anhu ning boshlariga tegdi. Mana shu boshlariga tekkanda Abu Mahzura umrlarining oxirigacha sochlarini olmagan ekan, sochlari tushib ketgan ekan. Bu sochni Rasululloh silagan deb. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam silagan joy umrlarining oxirigacha mushki ambarning hidi kelib turardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi ko'chada yursalar, o'sha ko'cha kechgacha mushki ambarning hidi kelib turar ediki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu ko'chadan o'tgan deb. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yotsalar, u zot bir tomonda, o'ng tomonga yonboshlab yotar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi payt xurrak otib yotar edilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'zlari yumuq bo'lsa ham qalblari doimo uyg'oq edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yesalar doimo o'ng tomondan boshlab bismillah deb boshlar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'yganlaridan keyin alhamdulillahillazi at'amana va saqana va awana va shifana minal muslimin deb duo qilar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak og'izlari keng edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tishlari orasi ochiq edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunday zot edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sochlari goho quloqlarigacha, goho quloqlaridan pastlarigacha, goho yelkalariga tushib turar edi. Goholar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sochlarini hammasini olib sahobalarga tarqatib berar edilar. Hozirgi mana shu Toshkentimizda Mo'y Muborak degan bir masjid bor. Ana shu Mo'y Muborakda bir vaqtlar bankani ichida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak sochlari bo'lgan. Hayit kunlar oppoq soqolli, oppoq kiyingan sallali bir chol ana o'sha oppoq bo'lgan otni ustiga chiqib hayit kunlari ana shu bankani odamlarga aylantirgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muborak sochlarini ko'rsatgan. Ana shunday zot edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda soya yo'q edi. Nima uchun soya yo'q edi? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Alloh nurdan yaratgan edi. U zotning nurlari soyalarini birov bosmasin maqsadda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda soya bo'lmagan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir tog' toshlarni yonlaridan o'tsalar, assalomu alayka ya Rasululloh deb salom berar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi bir daraxtning tagiga o'tirsalar, o'sha daraxtning soyasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlariga egilib kelar edi. Hatto taomlar, yeb turgan taomlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hamd va sano aytib turar edi. Bu sahobalarning ko'zlariga oddiylashib qolgan edi. Nima uchun? Har kuni takrorlayvergandan keyin odamlarning, sahobalarning qo'llariga bu narsalar ko'zlariga oddiylashib qolgan edi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrlarida sahobalar ham ayrim farishtalarni ko'rgan. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu har kuni ertalab sahoba kelib Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu ga salovat aytib salom aytar edi. Ana shunda bir kuni u kishi badanlarini bir joyda
ko'kraklarda bir yara chiqqan edi. Ana shu yarani kuydirganlardan keyin ana o'sha salomni uzilib qolgan edi. Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu aytadilar: "Men agar farishtaning salomi mana shu narsa uzilishligiga sabab bo'lganda edi, men hech qachon bu narsani qilmagan bo'lar edim. Chunki 7 marta qildim, Alloh menga shifo bermadi" deydilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni qilmanglar deb aytgan edilar. Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rozi bo'lsin. Chunki vaqtimiz kam. Qancha gapirsak shuncha oz. Shuning uchun mana duo talabdagilar bor. Inshaalloh bir qorilarimizdan bittalari tilovat qilib beradilar. Zafar akam duo talabdagilarni o'qib duo qilib beradilar.